inson bu dunyoga kelar ekan, kimdir Alloh huzurida martaba olmoq uchun intilsa, kimlardir sinovga chidolmay tubanlik sari botib ketar ekan. تعجبتمن قيد حجاب فرض edikü qayda hijob shart edikü تعجبتمن qayda hijob har muslim ayol uchun buyurilgan bir ne'matdir. Bu farzni ado etgan ayol uchun jannatdir. Lekin buni bilmoq kerak, sezmoq kerak. Ehsiz ayol qayda hijob farz edikü qayda hijob shart edikü تعجبتمن qayda hijob hijoblilar bir ziyodir, ular umri to'la ma'nodir. Ochiqlik ko'p gunohdir, so'ngra borib zinodir. Ummat uchun katta xato, oxir borib o'tli dunyo. Qayda hijob farz edikü qayda hijob shart edikü تعجبتمن qayda hijob ammo olam o'zgarmoqda, hayot sifat yo'qolmoqda. Muammolar ko'paymoqda, ko'p oilalar buzilmoqda. Alloh o'zingga iymon bergin, taqvo bergin, sendan qo'rqsin. Qayda hijob farz edikü qayda hijob shart edikü تعجبتمن qayda hijob Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar la ilaha illallah 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 Subhanallah